Assalomu alaykum. Bizni hurmatli ekran orti kuzatuvchilarimiz, biz yana bir marotaba YouTube'da sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Endi biz bugungi video darsimizda tradingdagi eng kuchli indikator nima ekanligini va shu indikatorlar to'g'risida batafsil ma'lumot beramiz va biz o'zimizni slaydimizga o'tib olamiz. Ko'rishimiz mumkinki, biz o'zimiz slaydimizga ham o'tib oldik. Endi biz umumiy maqsad to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, siz ushbu video orqali tradingdagi eng kuchli instrument nima ekanligini bilib olasiz va bu instrument orqali siz bozorda qanday qilib savdolaringizni daromad bilan yopishni ham bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va ko'rishimiz mumkin, endi asl mohiyat haqida gaplashamiz. Men sizlarga aytishim mumkin edi, ya'ni indikator, masalan, bozorda juda ham ko'plab indikatorlar mavjud. Ya'ni masalan RSI'da aytishim mumkin yoki MACD yo shunga o'xshagan juda ham ko'plab indikatorlar mavjud. Endi bu videoda umumiy maqsadni aytadigan bo'lsam, ya'ni eng kuchli indikator bu bugungi mavzuyimizda sabr hisoblanadi. Ya'ni nima uchun sabr deyishingiz mumkin? Ko'rishimiz mumkin, sabr tradingda muvaffaqiyatga erishish uchun juda muhim bo'lgan omil hisoblanadi. Instrument desak ham bo'ladi. Bu sifat xatolarda yaxshiroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Sabrli bo'lish orqali traderlar bozordagi o'zgarishlarni kutishlari va potensial foydani oshirishlari mumkin bo'ladi. Endi bu haqida yana video davomida to'liqroq tushuntirib o'taman. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana intizom va sabr to'g'risida. O'zi sabr nima deganlar? Ya'ni sabrda hamma sabr haqida umumiy tushunchalar mavjud, lekin tradingdagi sabr bu nima ekan? Bu harakat qilishdan oldin kerakli sharoitni kutish, emotsiyalarga berilmaslik va uzoq muddatli maqsadga sodiq qolish qobiliyati hisoblanar ekan. Xo'p, tradingda sabrdan qanday foydalaniladi? Signal bo'lmaguncha savdo qilmaslik kerak. Pozitsiyani erta yopmaslik, yo'qotishdan so'ng o'zboshimchalik qilmaslik va o'zini nazorat qilish. Endi bu haqida to'liqroq keladigan bo'lsak, signal bo'lmaguncha savdo qilmaslik bu shuni anglatadiki, ya'ni siz savdo davomida strategiya bilan ishlayapsizmi? Siz qaysidir momentni kutishingiz kerak bo'ladi. Masalan, Tesla kompaniyasining aksiyasiga kirmoqchisiz, masalan, $150 misol tariqasida. $150 siz target qo'ygansiz, ya'ni $150 yoki masalan $149 ga tushganda men savdoga kirishligim kerak deb tagin. Va ana o'sha moment masalan 160 bo'ldi, 155 bo'ldi va siz 155 ekan deb tagin, arzonroq ekan, lekin yaqin ekan deb tagin $5 bilan zararda, ya'ni o'zingizda targetingizda mavjud bo'lmagan narxda savdoga kirmasligingiz kerak bo'ladi. Chunki sizning o'zingizni shu pozitsiyangiz, shu sizning strategiyangiz hisoblanadi. Pozitsiyani erta yopmaslik. Endi pozitsiyani erta yopmaslik deganda siz savdoda masalan $150 savdoga kiryapmiz, $50 foydani biz nazarda tutyapmiz va $50 ga take profitni qo'yyapmiz. 190 bo'ldi masalan yoki 180 190 ko'tarilyapti. Yaxshi foyda bo'ldi. Mayli, keyingi treytlarda yanada ko'proq daromad qilaman deb tagin chiqib ketmaslik kerak. Balki u aksiya $210 dan ham oshib, yaxshigina daromad keltirishligi mumkin bo'ladi sizga. Shuning uchun pozitsiyani erta yopmaslik kerak strategiya davomida. Yo'qotishdan so'ng o'zboshimchalik qilmaslik kerak. Eng muhim aytadigan narsam, ya'ni bu psixologiyaga to'xtaladigan bo'lsa, nimaga tradingda eng muhim bo'lgan instrument bo'ladimi yoki eng muhim bo'lgan instrument yoki umuman hissiyotga keladigan bo'lsak, bu psixologiya hisoblanadi. Nimaga? Sababi siz trade menejmentni zo'r qilishingiz mumkin, stop losslarni yaxshi joyga qo'yishingiz mumkin, lekin o'zboshimchalik qilib azartga berilgan holda savdolardan chiqib ketishingiz mumkin yoki alam bilan xuddi trendga teskari yurib kattagina zarar qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha yo'qotish bo'ladimi yoki tek bo'ladimi, ortiqcha xursand bo'lmasdan yoki ortiqcha emotsiyaga berilmasdan strategiya bilan ishlashik kerak. Chunki bu bozorda siz har bir yo'qotgan pulingizni, ya'ni har bir qilgan xatoingizni pulingiz bilan to'laysiz. Mashhur treyderlar aytgani singari. O'zini nazorat qilish ham shular qatoriga kirib ketadi. Ana endi biz sabrning emotsional jihatlari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Emotsiyalarni boshqarish, ya'ni qo'rquv, ochko'zlik va umidsizlikni yengish muhim. Sabr emotsional barqarorlikni ta'minlaydi. Endi boyaga aytib o'tganimizdek, qo'rquv masalan
bu savdoga kirganingizdan so'ng masalan siz zararda chiqyapsiz, bir 2 marta yo 3 marotaba $100 balki $150 real shotlarda zarar qilyapsizmi, siz emotsional qo'rquvga tushib qolmasligingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, siz yaxshigina foydada bo'lib turib ham kerak bo'lsa zararga kirib ketishingiz mumkin yoki boyagi vaqt oraliqlarini hisobga olmaganligingiz uchun ham zararga kirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ochko'zlik tufayli ham bunday amaliyotlar tug'ilib qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun aytib o'tganimizdek, doimiy ravishda strategiya va hech qachon bozordan qo'rqishlik kerak emas. Sababi asosan bu bozor riskka asoslangan holda, ya'ni istalgan ish bo'lgan singari hamma joyda risk bo'ladi. Xuddi masalan sizga misol tariqasida aytadigan bo'lsam, hozir masalan tradingda masalan 1 yil o'tadimi yo 2 yil o'tadimi, siz stabil daromad qilishga harakat qilasiz. Masalan, qo'rquvlarni boshingizdan o'tkazasiz, ochko'zlik bo'ladi, umidsizlik ham bo'lib qoladi, tradingga chiqib ketish ham xayollarda bo'lib qolishligi mumkin. Lekin sizga bitta misol aytadigan bo'lsam, endi hayotiy misol tariqasida, даже bitta o'qituvchi bo'lishlik uchun yoki masalan universitetda bitta mutaxassis bo'lish uchun 4 yil o'qiladi va 4 yil o'qigandan keyin yana 1 yil yo 1,5 yil amaliyotda ishlagandan so'nggina masalan 5 million bo'ladimi, 6 million bo'ladimi, kichik passiv daromad olish uchun ham ko'rib turibsizki 4 yil kerak bo'lsa 5 yil vaqt ketyapti. Shuning uchun ham tradingda ham stabil daromadga chiqishingiz uchun sizga masalan uzoq vaqt ketmasligi mumkin. Ya'ni masalan 1 yil uzoq ketishligi mumkin, lekin bizda eng muhim bo'lgan narsa bu instrumentlar, bular psixologiya, aytib o'tganimizdek risk management va trade managementga asoslangan bo'ladi. Shuning uchun bu psixologiyaga, emotsiyalar boshqarishga kuchliroq urg'u berishlik kerak bo'ladi. Chunki siz savdolarga kirishingizda, chiqishingizda va har bir qilayotgan amaliyotlarni yozib borishingiz va bu narsani to'g'rilab borishingiz kerak bo'ladi. Noto'g'ri qarorlarga yo'l qo'ymaslik, emotsional buzishlar xato qarorlarga olib kelishi mumkin. Sabr bu xavfni kamaytiradi. Aytib o'tganimizdek, bu qarorlar, bularning hammasi umumiy ravishda tushuntirib ketdim va endi biz keyingi slaydimizga o'tib olamiz va ko'rishimiz mumkin, bu yerda mashhur treyderlarning sabr haqidagi fikrlarini o'qib, o'zimiz uchun xulosa olishimiz mumkin bo'ladi. Warren Buffettni ko'rishimiz mumkin, bozor sabrsizdan sabrlilarga pulni qayta taqsimlaydi degan ekan. Va pastdagi treyderni ko'rishimiz mumkin. Mening eng katta pullarim savdo qilishdan emas, kutishdan topilgan. Va pastdagi masalan yana 3-chi bo'lgan Paul Tudor Jones nomli treyder ham aytishi mumkin. Men o'z pozitsiyamdan voz kechishga tayyorman, lekin sabrim bilan uni yutishim mumkin bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda katta treyder, masalan Warren Buffettni biz juda ko'p insonlar taniydi. Va pastdagi ikkita treyderni masalan siz tanimasligingiz mumkin, lekin bularning umumiy nazariyasi, ya'ni ular milliarder bo'ladimi yo millioner bo'ladimi, ularning umumiy nazariyasiga keladigan bo'lsak, sabr to'g'risida albatta bular so'z ochyapti. U degani sizga albatta tradingda sabr juda ham muhim hisoblanadi. Indikatorlar to'g'ri, ular biroz kechroq ishlaydi yoki sizga buy'larda aytishi mumkin, masalan buy signalni berib sizga qisman kichik daromad olib kelishi mumkin, lekin siz texnik jihatdan kuchli, yaxshi daromad olishni xohlasangiz, siz birinchi o'rinda o'zingizni to'g'rilab olishingiz kerak bo'ladi, shu sabr taraflama, psixologiya taraflama. Xo'p, ana endi biz sabrni rivojlantirish bo'yicha maslahatlar berib o'tamiz quyidagi slayd orqali. Ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda rasmdan ham ko'rib olishimiz mumkin. Qanchadir bo'limlar mavjud, lekin biz pastda ko'rishimiz mumkin, reja tuzish va kichik qadamlar deb bekorga yozib qo'ymaganmiz. Savdo rejasini tuzish va unga qat'iy rioya qilish zarur. Kichik qadamlar bilan boshlash va sabrni mashq qilish kerak. Bozorda kuchli o'zgarishlarga e'tibor bermaslik lozim. Ya'ni trendga ishonib olib savdoga kirmaslik kerak ekan. Ya'ni sizlarga to'liqroq mag'zini aytadigan bo'lsam, savdo rejasini tuzish va unga qat'iy rioya qilish zarur. Ya'ni oldingi slaydlarimda aytib o'tganimdek, bu strategiya, ya'ni sizni strategiyangizga asoslanib ishlashingiz muhim hisoblanadi. Ya'ni bu trade jurnal bo'ladimi yoki o'sha sizning jurnalga doimiy ravishda yozib borishingiz, bu albatta sizning savdoingiz o'sishiga albatta yordam beradi. Biz ushbu trade jurnal to'g'risida videomiz YouTube'ga chiqarilgan. Siz
tepadagi link orqali bemalol shu Trade Journal to'g'risidagi videomizni ko'rib, to'liqroq Trade Journal nima ekanligini va qanday yozilishi mumkinligini ko'rib, bemalol agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariy orqali berib olishingiz mumkin bo'ladi. Kichik qadamlar bilan boshlash va sabrni mashq qilish kerak deyilganda, ya'ni siz bekorga e'tibor berishingiz mumkin. Masalan, TradingView bo'ladimi yoki Webull umumiy platformalarda demo akkaunt berilgan. Demo akkauntda umumiy maqsadiga keladigan bo'lsak, bu kichik bo'lsa ham backtest desak ham bo'ladi. Chunki siz savdoga birdaniga o'zingizni mablag'ingiz bilan kirib ketmaysiz-ku. Xuddi masalan, sizda $100 bor, $100 bilan savdoga kirib ketishligingiz bu albatta anchagina zarar bo'ladi, chunki hali siz backtest qilmagansiz, psixologiyangiz qanaqa ekanligini bilmaysiz va bu orqali kattagina zararlar qilib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni shu katta zarar bu $100, ya'ni sizda bor pulingizni ketkizib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Istalgan strategiya bo'ladimi yoki istalgan psixologiyangiz masalan yaxshi ishlamaganligi tufayli bozorda kuchli o'zgarishga e'tibor bermaslik lozim. Chunki bozor doimiy ravishda talab va taklifdan iborat bo'lgani singari bu yerda juda ham ko'plab treyderlar bo'ladimi, gigant treyderlar bo'ladimi yoki novichok, ya'ni yangi treyderlar bo'ladimi, doimiy ravishda o'zgarib turadi narx-navlar. Shuning uchun qaysidir strategiyani o'rganganingizdan so'ng u aniq o'xshaydi deb xulosa qilib savdoga kirib ketmasligingiz lozim. Nimaga? Sababi bozorda, ya'ni trendda qayerga ketishini hech kim bilmaydi. Chunki misol tariqasida 20 ta odam yoki 10 ta odam masalan $200 bilan savdoga kiryapti. Bu yerda esa bitta odam umuman masalan bir 10 ming yoki 20 ming dollar bilan savdoga kiryapti. Masalan, kimdirlar masalan 10 ta odam kam pul bilan kirayotgan 10 ta odam bayga masalan xaridor sifatida kirayotgan bo'lsa, bitta masalan selga kirayotgan, ya'ni katta trader esa u selga kiryapti, ya'ni sotuvchi sifatida kiryapti. Demak, bozor pastga tushib ketishligi mumkin bo'ladi. Chunki bozor doimiy ravishda talab va taklifdan iborat bo'lganligi uchun, shuning uchun iloji boricha trendlar o'zgarib turishligiga e'tibor berib yoki xato joyda savdoga kirib ketmasligingiz kerak. Shuning uchun ham sabr shu mavzu davomida sizlarga to'g'riroq tushuntiryapman. Ya'ni bu sabr orqali ham kerak bo'lsa yaxshigina natijalar olishingiz mumkin bo'ladi va trendga ishonib olib savdoga kirmaslik kerak. Bu ham shu aytib o'tganimiz singari misol bo'lib ketadi. Ana endi real misollarga keladigan bo'lsak, xatolar va saboqlar. Sabrsizlik tufayli yuz bergan xatolardan saboq oling. Ya'ni siz masalan 20 ta yoki masalan 5 ta savdo qildingiz, 3 tasi daromad bilan, 2 tasi zarar bilan chiqdingiz. Ana shu 2 ta zararingiz nimadan bo'lganligiga e'tibor berishingiz kerak. 3 ta foydadan xursand bo'lmasdan faqatgina 2 ta zarar nima uchun zarar bo'ldi va qanday holatlarda men uni to'g'rilashim mumkin edi degan savol bilan o'zingizga savol berib, shu narsaga izlansangiz, kelajakda siz uchun albatta bu manfaatli bo'ladi. Mashhur fikrlar, ya'ni mashhur treyderlarning sabr haqida fikrlarini o'qing. Aytib o'tganimizdek, mana Warren Buffett bo'ladimi yoki Jeff Bezos, liboy masalan katta bo'lgan treyder bo'ladimi, investorlar bo'ladimi, ular bizdan albatta katta, ya'ni depozit taraflama bo'ladimi yoki uzoq muddatli savdoga kirish bo'ladimi, bizdan tajribasi ko'p bo'lganligi uchun ularning fikri ham biz uchun anchagina ahamiyatli hisoblanadi. Shuning uchun ularning fikrini ham o'qib, o'zingiz uchun xulosa olib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizni kuzatuvchilarimiz, mana biz endi xulosaga ham yetib keldik. Endi xulosaga keladigan bo'lsak, sabr indikator emas, lekin barcha indikatorlardan ustun hisoblanadi. Bozor shoshmaydi, siz ham shoshmang. Aytib o'tganimizdek, bu siz tradingni yaxshiroq o'rganishni boshlaganingizdan so'ng o'zi sekin-sekin tushunishni boshlaysiz. Ya'ni hech qanday indikatorlar yoki hech qanday masalan grafik chart bo'ladimi yoki candlesticklar sizga bozorda juda katta daromad olib kelish imkoniyatini bermaydi. Sizda faqatgina o'zingizning sabringiz, psixologiyangiz, kerak bo'lsa qisman yaxshi o'xshaydigan strategiyangiz va savdo uslubingiz, hisob-kitoblarni joyida olib borishingiz sizga foydasi tegadi. Siz ham sabr bilan harakat qilayotgan bo'lsangiz, siz ushbu videoga albatta o'zingizni kommentariyangizni, masalan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta like tugmalarini bosishni ham unutmang. Bu albatta biz uchun anchagina qo'llab-quvvatlash va motivatsiya bo'ladi. Endi sizlarga bir vazifa berib o'taman. Tradingda o'zingiz bilgan, ya'ni gigant bo'lgan trader bo'ladimi yo investor bo'ladimi yoki masalan YouTube'da ko'rib qolgan katta traderni masalan qanday asosan qanday nazariyada ishlashligini o'rganing va ana o'sha nazariya asosida tushunganingizni bir trade'da qo'llab ko'ring.
Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariy bo'limiga yozish orqali savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi va biz shu joyda videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.